Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamik O'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, yo'l transport vositalari qoidalariga yangi o'zgartirishlar kiritildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan aholining taklif va istaklarini inobatga olgan holda avtomobil yo'llarida harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulaylik yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Unga ko'ra, joriy yilning 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosish holatini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video dasturiy texnik vositalari qoidabuzarlik sifatida qayd etilmaydi. Endi haydovchilar chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlikka fotoradar yoki video kamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik tarzda jarima yozilmaydi, lekin yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik tartibda rasmiylashtiriladi. 1-iyundan boshlab shaharlar, avtomobil yo'llarida ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish bilan bog'liq bo'lgan ishlarni soat 7:00 dan 21:00 ga qadar amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Ta'mirlash va yo'l chiziqlarini yangilash ishlari kunduzi emas, kechasi yo'ldagi harakatlar kamaygan vaqtda amalga oshiriladi. Bu o'zgarish fuqaroning kundalik ishiga borib kelish, farzandlarini maktabga olib borish yoki shifoxonaga yetib olishni osonlashtirish bilan bir qatorda tirbandliklarni yuzaga kelishini oldini oladi. Joriy yilning 1-sentyabridan boshlab harakat tezligini nazorat qilishga mo'ljallangan har qanday turdagi statsionar va mobil radarlar joylashgan hududda va unga kamida 250 metrdan kam hamda 500 metrdan ko'p bo'lmagan hududda radar yo'l belgisining o'rnatilishi majburiy bo'ladi. Qaror imzolangan kundan boshlab qator yangiliklar joriy qilinadi. Xususan, soat 23:00 dan 6:00 ga qadar yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmalarda boshqa transport vositalarining harakatlanishiga ruxsat berildi. Avtobuslar harakati uchun ajratilgan, ya'ni A harfli tasmalarni boshqa transport vositalarining harakatlanishi taqiqlangan. Soat 23:00 dan boshlab deyarli barcha avtobuslar yo'nalishlarini o'z ishini tugatishi hisobiga olib, qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida boshqa transport vositalari tungi vaqtida soat 6:00 ga qadar ushbu tasmalarda harakatlanishi mumkin bo'ladi va bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi. To'xtash taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilarining maqsadga muvofiq o'rnatilganlik nuqtai nazaridan to'liq qaytib ko'rib chiqilish belgilanadi. Zaruriyat bo'lmagan joylarda o'rnatilgan yo'l belgilari demontaj qilinadi. Ularning amal qilish vaqtini ko'rsatuvchi qo'shimcha axborot belgilari o'rnatiladi. Sohalarda muhim yangiliklardan biri shundaki, Prezidentimiz topshirig'iga muvofiq ma'muriy jazolar tizimiga yangi ma'muriy ogohlantirish ta'sir chorasini ko'rsatish nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Loyihaga ko'ra, yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq ayrim yengil turdagi huquq buzarliklarni birinchi marta sodir etgan shaxslarga yo'l transport xizmati inspektori tomonidan ogohlantirish beriladi. Ogohlantirish 1 yil ichida faqat bir marotaba berilishi mumkin. Xullas do'stlar, bugungi yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Jamik O'z kanalida obuna bo'lmasdan kuzatayotgan barcha aka-uka, opa-singillarimiz Jamik O'z kanalida obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishlaringizni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim va video ostiga kanal rivoji uchun bir donadan like bosib, videoni keyinroq qo'llab-quvvatlaylar. Sizlar bilan Jamik O'z kanali edi. Kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.